Assalomu alaykum. Tarix ixlosmandlari, Tarix ilmi kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlarga 9-sinf O'zbekiston tarixi 2024-yilgi darslik asosida 23-mavzuni, ya'ni Qoraqalpoqlarning turmush tarzi mavzusini ko'rib o'rganib chiqamiz. Qoraqalpoqlarda ijtimoiy hayot. Qoraqalpoqlar ijtimoiy hayotida urug'chilik, qabilachilik munosabatlari ancha mustahkam bo'lgan. Har bir urug' yoki qabilaga biylar boshchilik qilgan. Takrorlab aytaman, har bir urug'ga yoki qabilaga, mana bu yerda belgi qo'yib qo'yamiz, biylar boshchilik qilgan. Harbiy qismlarni botirlar boshqargan. Aholi orasida ruhoniy, shayxlar, xo'jalarning o'rni katta bo'lgan. Ovul boshlang'ich ma'muriy bo'g'in bo'lib, ularni butun hayotiga oqsoqollar kengashi rahbarlik qilgan. Demak, ovullarni boshqaruvchi shaxslar bu oqsoqollar kengashi rahbarlik qilgan. Shuningdek, Qoraqalpoqlarda yuzboshi, mirobboshi, qozi rais kabi ma'muriy mansablar ham mavjud bo'lgan. Takrorlab o'taman, Qoraqalpoqlarda yuzboshi, mirobboshi, qozi va rais kabi ma'muriy mansablar ham mavjud bo'lgan. Biylar avvallari urug' yig'inlarida saylangan. Biylar esa Qoraqalpoqlar Xiva xonligiga bo'ysundirilgach, xon tomonidan tayinlanadigan bo'ldi. Xon tomonidan tayinlangan biyga boshqa biylar bo'ysunar edi. Amudaryoning so'l sohilidagi Qo'ng'irot shahri, o'ng sohildagi Chimboy Qoraqalpoqlarning bosh ma'muriy markazi hisoblangan. Demak, ikkita shahrimiz bor ekan, bularni takrorlab o'taman. Buni esda saqlab qolishimiz kerak. Amudaryoning so'l, ya'ni chap sohili demoqchi bu yerda. Chap so'l sohilida Qo'ng'irot shahri joylashgan. Endi Amudaryoning o'ng sohilida Chimboy shahri joylashgan. Chimboy. Buni ham esda saqlab qolishimiz kerak. Amudaryoning so'l sohili, Amudaryoning o'ng sohili. So'l sohilida Qo'ng'irot, o'ng sohilida Chimboy bo'ladi. Qoraqalpoqlarning bosh ma'muriy markaziga aylanadi. Aholi orasida mulkiy tabaqalanish ham kuchayib boradi. Yerga jamoa bo'lib egalik qilish asta-sekin barham topib, katta yer egaligi vujudga kela boshlaydi. Chorvachilikda minglab qoramollar, qo'y echkilar, yilqi tuyalarga ega tabaqalar shakllanadi. Juda ko'p baliq ovlanadigan suv havzalari ham alohida kishilar tomonidan egallanib boriladi. Natijada yersiz, chorva mollarsiz qolgan kambag'allar soni ko'payadi. Ular yer egalaridan ijaraga yer olib ishlashga, chorva mollarini boqib kun kechirishga majbur bo'lishadi. Mana bu yerda Qoraqalpoqlarning kundalik ijtimoiy hayotiga oid tasvir bezatilgan. Keyingi ma'lumotga o'tamiz. Xo'jalik hayot. Qoraqalpoqlar qadimda dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan. Demak, dehqonchilik va chorvachilik bilan qadim zamonlardan Qoraqalpoqlar rivojlanib kelgan. Qirqiz dostoni bor, ularda eng mashhur xalq og'zaki ijodida Qirqiz dostoni. Qirqiz dostonida Qoraqalpoqlarning yerlarini o'zlashtirib, suv inshootlari qurib, yer haydab g'alla yetishtirganligi, bog'lar yaratganligi haqida ma'lumotlar bor. Demak, yer haydaganligi, yerni o'zlashtiradi, yer haydaydi, g'alla ekadi, suv inshootlarini quradi va bog'lar yaratganligi haqida ma'lumotlar Qirqiz dostonida uchraydi. Qoraqalpoqlar Orol bo'ylarida, Sirdaryo va Amudaryo oralig'idagi yerlarda dehqonchilik bilan shug'ullangan. Demak, Qoraqalpoqlar qaysi hududlarda dehqonchilik bilan shug'ullangan? Birinchisi, Orol bo'ylarida, Sirdaryo va Amudaryo oralig'idagi yerlarda dehqonchilik bilan shug'ullangan. Qanday mahsulotlar ekkan desak, bug'doy, arpa, tariq. Bundan tashqari boshqa ekinlar ekib mo'l hosil olgan. Yangidaryo, ya'ni Janadaryo va Quvondaryo havzalarida Qoraqalpoqlar tomonidan barpo etilgan kanal va sug'orish inshootlari xo'jalikda dehqonchilik tarmog'ining yetakchi o'rinda bo'lganligidan guvohlik beradi. 18-asr oxirida Amudaryo quyi tarmoqlarida Qalliko'l, Kigayli,
esda saqlab qolamiz mana shu hududlarni. 18-asrning oxirida Amudaryoning quyi tarmog'ida Qalliko'l va Kegayli, 19-asr o'rtalarida Chimboy, Qo'ng'irot kabi dehqonchilik vohalari vujudga keladi. Demak, 18-asr oxirida Qalliko'l, Kegayli, 19-asr o'rtalarida Chimboy, Qo'ng'irot kabi dehqonchilik vohalari vujudga keladi. Dehqonchilikda omoch, mola, ketmon, belkurak, o'roq kabi mehnat qurollaridan foydalanilgan. Qoraqalpoqlar iqtisodiy hayotida chorvachilik ham muhim o'rin tutgan. Poda qoramollar, qo'y echki, ot va tuyalar boqilgan. Chorvadorlar ho'kiz va tuya qo'shilgan aravalarda poda va otlari bilan yil davomida ser o't yaylovlarga ko'chib yurgan. Qishloq uchun xashak tayyorlaganlar. Ayniqsa, mayda qamish chorva mollari uchun to'yimli ozuqa bo'lib xizmat qilgan. Qoraqalpoqlarning iqtisodiy hayotida baliqchilik ham alohida ahamiyatga ega edi. Orol bo'ylari, daryolarning havzalari baliqchilikning rivojlanishiga katta imkoniyat yaratdi. Baliqchilik, ovchilik aholi uchun qo'shimcha tirikchilik manbai bo'ladi. Hunarmandchilik. Qoraqalpoqlar yashaydigan ovul va qishloqlar o'zining duradgori, taqachisi, aravasozi, egarchisi, etikdo'z va zargariga ega bo'lgan. Qoraqalpoqlar orasida yog'ochsozlik, chig'ir, qayiq va o'tov yasaydigan ustalar ham ko'p bo'lgan. Ular to'qimachilik, gilamdo'zlik, namat, ya'ni kigiz tayyorlash bilan shug'ullanganlar. Buyrachilik mahsulotlari ham xaridorgir bo'lgan. Qoraqalpoqlar kulollari yasagan tandir va sopol idishlariga talab katta bo'lgan. Egarchi ustalar, ya'ni ularni yershi ustalar ham deb atashadi. Bular jumladan otorqa deb ataluvchi qolipda egar yasashgan. Demak, qanaqa qolipdan foydalangan egar uchun desak, ot orqa deb ataluvchi qolipdan foydalangan holda egar yasagan. Egarlarning 8 bo'lagi ana shu qolipda yig'ilib, yelimlangan. Ip yigirish uchun urchiq ishlatilgan. Jun gazlama, sholcha hamda gilam to'qish uchun urmak deb atalgan oddiy moslamalardan foydalangan. Demak, ip yigirishda urchiqdan foydalandi, jun gazlama, sholcha, gilam to'qishda urmak deb ataluvchi oddiy moslamadan foydalandi. Kenagaz va mang'it ayollari nihoyatda mohir to'quvchi bo'lganlar. Ikkita xalq bor, mana shu yerda mana Kenagaz va mang'it ayollari nihoyatda mohir to'quvchi bo'lgan. Buni ham esda saqlab qo'yamiz. Qoraqalpoqlarda qayerlik ayollar nihoyatda mohir to'quvchi bo'lganligini toping desa, Kenagaz va mang'itni belgilaymiz. Turar joylar qoraqalpoqlar yashaydigan hududlarning geografik holati, tabiiy va iqlim sharoitiga qarab har xil qurilgan. Ularning har qanday sharoitga mos keladigan, eng yaxshi ko'rgan uyi o'tov bo'lgan. Mahalliy aholi uni qora uy ham deb atashgan. Bundan tashqari qoqra nom bilan ataluvchi ham uyi bo'lgan. Bu uylar loysuvoq uylar ham bo'lgan. Loysuvoq uylar edi. Qoqra nom bilan ma'lum bo'lgan loysuvoq uylari ham bo'lgan. Ayrim hollarda yerto'lalarda ham yashagan. Yirik boylarning katta hovlilari bo'lgan. Bunday hovlilar paxsadan, mana bu yerda belgilab qo'yamiz buni ham. Paxsadan qurilgan. Atrofi devor bilan o'rab olingan edi. Mana hunarmandchilik aynan to'quvchilik bilan shug'ullanayotganlik holati bu yerda tasvirlanib o'tyapti. Buni ham esda saqlab qolamiz. Soliq va majburiyatlar. Qoraqalpoqlarda soliqlarning asosiy turlaridan biri salg'ut, ya'ni yer solig'i bo'lgan. Salg'ut deb atalgan. Chorvatorlarda olinadigan soliq zakot solig'i. Aholidan ruhoniylar uchun ushur solig'i olingan. Bu ham testlarda bor. Aholidan ruhoniylar uchun olingan soliq turini belgilagan qoraqalpoqlarda desa biz ushurni belgilaymiz. Soliq miqdorini xon amaldorlari belgilagan. Demak, mana shu soliqlarni qancha olinishi
to'g'risida ma'lumotlarni, belgilarni qancha olish belgisini xonning amaldorlari belgilab tayinlab bergan. Yer solig'i butun qabila yoki urug'ga bir yo'la solingan. Demak, yer solig'i butun qabilalar, urug'lardan birgalikda yig'ib olingan. Bey va amaldorlar ham o'z xarajatlarini qoplash uchun xalqdan qo'shimcha soliqlar undirganlar. Harbiy xavf yuz berganda xalqdan qozon puli solig'i undirilgan. Demak, harbiy yoki birorta bir davlatning bostirib kirishi yoki birorta bir urush vaziyatlari bo'lsa, qozon puli, ya'ni xo'jalik solig'i undirib olingan. Yigitlar majburiy harbiy xizmatga chaqirilgan. Soliqlardan tashqari xalq kanallar, ariqlar qazish, sug'orish inshootlarini tozalash kabi ishlarga majburiy safarbar qilingan. Mana bu yerdagi tasvirimiz bor. Tasvirda aytilishicha, mana ko'rsatilishicha, majburiy mehnatni o'tab berish jarayoni. Mana bu yerda mana majburiy mehnat. Aytibdi, soliqlardan tashqari xalq kanallar qazishda, ariqlar qazishda, sug'orish inshootlarini tozalash va bundan tashqari bir nechta majburiy ishlarga safarbar qilingan. Mana shu qoraqalpoqlarning majburiy mehnatga jalb qilinish jarayoni hisoblanadi.